Assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim. Bu videoda biz bugun til o'rganish haqida so'zlaymiz. Sizning do'stlaringiz sizdan bu tilni siz qanday o'rgandingiz? Bu tilni siz qayerda o'rgandingiz? Siz qachon bu tilni o'rgandingiz? Siz bu tilni kim bilan o'rgandingiz degan savollarni so'rash mumkin. Men bu tilni maktabda o'rgangan. Bu tilni menga ota-onam o'rgatgan. Bu tilni men universitetda o'rgandim. Yoki bu tilni men balalik chog'imda o'rgangan. Bu tilni men akam bilan o'rgandim. Yoki bu tilni men muallim bilan o'rgandim deb javob bersangiz bo'ldi. Siz bu tilni qayerda o'rgandingiz? Siz bu tilni qachon o'rgandingiz? Siz tilni kim bilan o'rgandingiz? Yaraysizlar. O'zga odamlar bilan so'zlaganda, u odamlarning belgili bir tilni qanday sabab bilan nimishga yodlaganligini biz odatda so'raymiz. Va u odamlarning belgili bir tilni nima uchun tanlaganligini biz so'raymiz. Masalan, sizning do'stingiz sizdan siz nima uchun fransuz tilini tanladingiz deb so'rashi mumkin. Yoki fransuz tilini siz nima uchun o'rgandingiz deb so'rashi mumkin. Bu savolga menga fransuz xalqining tarixi yoqdi yoki menga fransuz xalqining madaniyati yoqdi deb javob bersak bo'ldi. Yoki menga fransuz tilida yaxshi tingshig'an yoqdi deb javob bersangiz bo'ladi. Endi sizlar so'zlab ko'ringlar. Siz tilni qanday sabab bilan o'rgandingiz? Yoki siz tilni nima uchun o'rgandingiz? Yaraysizlar. Diqqatingizga ko'p rahmat. Endigi videoda ko'rishamiz.